Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan 17dagi navbatdagi darsimizni o'tishimiz kerak. Bugun sizlar bilan mana bu chizmani videoga olib o'tdik, lekin videomiz saqlanib bo'lmabdi. Kelinglar, sizlarga yana bitta narsa o'rgataman. Xo'p, plus belgisini bosib Create Part Studio, ya'ni yangi Part Studio yaratamiz va u yerda biz sizlar bilan bugun ismimizni 3D modelga aylantirishni o'rganamiz. Men hozir sizga o'zimni ismimni 3D modelga aylantirib ko'rsataman va siz o'zingizni ismingizni 3D modelga aylantirasiz. Buning uchun birinchi o'rinda biz siz bilan qaysi yuzada ishlashimizni belgilaymiz. Bizda 3 ta plane bor. Plane degani tekislik, mana front tekisligi bor, top tekisligi bor. Top mana. Ko'ryapsizlar? Top va right tekisligi bor. O'ng tarafdagi tekislik mana. 3 ta tekislik kesishgan, ko'ryapsizlar? Ko'rinyapti. 3 ta tekislik tutashgan joy mana markaz. Ko'ryapsizlar? Mana bu tomondan qarasak ham markaz, har tarafdan qarasak ham asosiy markaziy nuqtamiz bor. Tepada kompasimiz bor. Kompas aylantirishimizga yordam beradi. Misol uchun men top plane dan qarab sketch yaratsam, mana sketchimiz topda yaratildi. Endi topga to'g'ridan qarab olmoqchi bo'lsam, kompasimizdan topni tanlayman. To'g'ridan qarab beradi. Mana sketch tayyor. Bu yerda biz ismimizni yozishimiz uchun mana bu yerdan text degan A harfi turibdi, ko'ryapsizlar? Textni bosamiz va o'zimiz uchun matn yozadigan polya belgilab olamiz, maydon. Belgilab olamizda sirazi mana bu narsa chiqadi bizga. Tekstni yozishimiz kerak. Default tekstni o'chirib ismimni yozaman. Sheikh Roz. Bo'ldi, tasdiqlayman va meni ismim mana yozuv ko'rinishida hosil bo'ldi. Bu hali eskiz chizma. Buni razmerini belgilab olishim kerak. Ya'ni boshidan oxirigacha menga 10 cm bo'lsa yetadi. Boshidan oxirigacha 10 cm. 10 cm necha millimetr bo'ladi? 100 mm bo'ladi. 100 millimetrimiz demak 10 cm hisoblanadi. Endi men buni 3D modelga aylantirishim uchun extrude komandasidan foydalanaman. Extrude bilan men buni necha millimetr? Yarim santimetr chiqarib olaman va tasdiqlayman. E'tibor bering, mana 3D model hosil bo'ldi. Nimaga ranglari har xil desangiz, bularning har biri alohida qismlar bo'lganligi uchun rangini alohida qilib berdi. Agar hammasini bitta qilmoqchi bo'lsak, unda mana bu yerdan etni tanlagan bo'lardik va bular bir-biriga yopishmagani uchun bu narsa bo'lmasdi. Shuning uchun bizga alohida detal qilib berdi. Xo'p, plane'larni yashiraman. Menda faqat 3D modelni o'zi qoldi. Plane'larni yashirish uchun top, front, right degan joylar bor. Mana ro'yxatimizda ko'zni ustiga bossam ko'rinadi. Plane mana top ko'rindi. Ko'zni ustiga bossam yana top yo'qoladi. Ko'rinadigan yoki ko'rinmaydigan qilishimiz mumkin. Dastlabki chizgan eskizimiz mana eskiz shaklida saqlanib qilingan. Mana razmerini shundan kirib o'zgartirsak bo'ladi bemalol. Lekin bu yerda 3D model, ya'ni extrude komandamiz ham saqlangan. Video ketyapti, Imron. Endi biz bu narsani 3D model qilsak, har bitta harfimiz sochilib ketadi. Ya'ni ismimiz yaxlit holatda turmaydi, to'g'rimi? Shuni biz bir-biriga yopishtirib qo'yishimiz kerak, lekin yozuvlar bir-biridan uzoqlashib ham ketmasligi kerak, shu turishida qolishi kerak, to'g'rimi? Shuning uchun men to'g'ridan qarab olaman, mana. Va e'tibor bering. Mana tagidan qarab olsam, Z ni tagi bor-ku, hammasining tagi bitta tekislikda. Xohlasam shu yoqdan, xohlasam umuman orqa tarafidan mana. Yarim santimetr bo'rtib chiqqan, uni orqa tarafi bor-a? Mana shu orqa tarafiga bitta sketch yarataman. Mana sketch. Sketch yaratildi, ko'rindimi? Mana sketch 2 deb chiqyapti. Ko'rdingiz-a? Bottom tarafdan qarab olaman va
to'rt burchakka olaman orqasini. Bunday o'rab olaman. Shehroz degan ism o'rab olindi. Razmeri qarang. O'zi 10 cm bo'lsa, buni 105 qilamiz. Ya'ni yarim cm qo'shamiz bunaqasiga. Bunaqasiga ham yana ozgina qo'shamiz. 30. Uzr. 30 qilamiz. Ya'ni 3 cm bunaqasi, demak 10 cm bunaqasi bo'ldi. Endi bu to'g'ri to'rt burchak bo'lsa, sal xunukroq ko'rinadi, to'g'rimi? Men buni atroflarini yumshatish uchun Sketch Fillet degan buyruqdan foydalanaman. Burchaklarini belgilasam, ularni burchaklarini menga dumaloq holatga olib keladi. Radiusi yarim cm. Men buni radiusini 1 cm qilaman. Ancha ko'payib ketdi. 7 mm. Bu ham 5 normalniy ekan. 5 qoldiramiz. Ana, bizda sketch bor, to'g'rimi? Mana. Sketchimiz bor. Endi shuni orqa tarafga qarab bo'rttiramiz. Extrude. Orqa tarafga qarab ketdi. Bizga bu bor yo'g'i 3 mm bo'lsa yetadi. Mana 3 mm. Endi bolajonlar, bu bo'rtib chiqdi. Xo'p, 10 cm-lik narsa, lekin stolimiz ustiga qo'yamiz desak, buni tagida ushlab turadigan narsasi yo'q, to'g'rimi? Shuni chizamiz. Uning uchun biz mana uni tagidan, yo'q, tagidan emas, kelinglar. Stolimizda bu tekis turmaydi-ku, to'g'rimi? Nechidir burchak ostida qiya bo'lib turishi kerak. To'g'rimi? Misol uchun 45 gradus. Biz shunda mana bu chekkasi bor-a? Mana shu chekkasidanmi yoki kelinglar bitta plane'ni ana qilib olamiz. Ko'rinadigan qilib olamiz. Right. Right degan plane mana bu markazda, mana. Mana nima bor-u? Matnimiz. Matnimizni mana bu nuqtasini mana bu markaziy nima bilan birlashtirib olsak. Mana o'rtaga keladi shunda. Bu chizig'imizni ham extrude qilishdan oldin shu nuqta bilan, demak, bog'lab olsak. Topdan qaraymiz. Bu nuqta bilan, demak, bu chiziqning o'rtasi. Общий uzunligi necha dedik? 105, to'g'rimi? Demak, 52 yarim. 52 yarimda markazga keladi. Qani joyiga tushdimi yo'q? Mana. Joyiga tushdi. Endi qaranglar. Right plane'da, ya'ni yon tarafdan qarab, men bunga 45 gradus egiladigan qilib stoyka chizaman. Stoyka. U qanaqa bo'ladi? E'tibor bering. Sketch yarataman. Mana sketch yaratildi. Biz buni qilamiz. Liniya bilan, chiziq bilan. Bu boshi bor-ku. Shu boshidan, mana bu yerlardan boshlaymiz. Xo'p. Shunaqa bo'ladi. Keyin bu qaysidir burchak ostida ketadi-da. Keyin ozgina ko'tariladi va bu yoqqa keladi. Mana shu gedetda, mana shu chiziqlardan, mana shu chiziq to'g'risigami, mana shu yerlarga keladi. Yoki общий, mana buni yopib yuborsak ham bo'ladi mana. Bu nimaligini hozir tushuntiraman. Biz razmer tanlab, mana bu burchakning, ana ikkita chiziqning burchagini aniqlab olamiz. Bu necha gradus bo'lishi kerak? Kim aytadi? 45 gradus egilsa yetadimi? Juda yotib qolmaydimi? Yotib qolar ekan. 60 gradus qilsak, bu yoqda 30 qolar ekan. 30 gradus egilgan bo'ladi. Endi bularni razmerini yana aniqlashtiramiz. Tak. Xo'p, bu yog'i demak 5 bo'lsa yetadi, yarim santimetr. Mana bu nuqtamiz mana bu chiziqqa tutashsin.
Bizni mana bu chizig'imiz esa demak 5 mm bo'lsin. Ana bu chizig'imiz va bu chizig'imizning o'rtasi demak orqaga egilib ketmasligi uchun 7 mm yetadi menimcha. Tasdiqlaymiz va tasdiqlamaymizda birdan mana sketch paydo bo'ldi. Bu nima desa mana unaqa narsa. Ko'rdingizmi? Bu yotadi. Tak. Ushlab qolarmikan shu? Extrude qilib ko'ramiz. Ikki tarafga simmetrik qilib. Uzunligini tak, общий 105 bo'lsa, biz 50 qilsak yetadi menimcha. Yarim. Mana. Bu nima qiladi? Yotgan holatda ushlab turishi kerak. 45 gradusda. Menimcha kichkina bo'ldi. Kichkina bo'ldi. Kelinglar sketchni tahrirlaymiz. Mana uni uzunligi tak 10 bo'la qolsin, ha? Tasdiqlaymiz, qani? Yetarmikan shu? Ushlab tura olarmikan? Orqaga yiqilib ketmaydimi? Yiqilib ketadiganga o'xshayapti menga. Ancha uzun qilishimiz kerak buni. 15 100 qilsak ham o'zi bu eni ekan, uzur. Yo'q, buni saqlamaymiz. Biz mana undagi mana uzunlikni 100 tak 10 qildikmi boya? 1 cm bo'ldimi? Biz bemalol 25 cm qilsak 2,5 cm hisoblanadi. Mana yotgan holatida mana ushlab turish kerak. Endi juda uzun bo'lib ketdi. 15 qilamiz. 15 ham kichkinami deb o'ylayapman-da. Yetarmikan? Yetadi. Yetadi. Ana endi shu narsani o'zini biz pechat qilishimiz kerak. Xo'p, buni pechat qilishimizdan oldin o'rtoqlar, modelimiz tayyor bo'ldi. Buni biz eksport qilib olishimiz kerak. Eksportki mana shu narsani o'zini eksport. Mana uni o'chirgan holatda STL formatda ism deb saqlanib qilamiz. Va tayyor bo'lgan ismni Cura degan programmada ochib olamiz. Cura programmasi bizga 3D modelni 3D printerda quyib olish uchun fleshkaga tayyor fayl tayyorlab beradi. Ya'ni modelimiz tayyor bo'ldi. Mana modelimizni pechat qilishimiz uchun biz mana buni hozir qulay joylashtirib olamiz. Ya'ni qanaqa joylashadi bu? E'tibor bering. Yana ozgina bursak, mana shu holatda joylashadi va buni pechat qilish uchun bunga padeshka kerak. Padeshka uchun biz tree daraxt usulini tanlaymiz va slice qilib buni demak printer qanaqa chiqarishini ko'ramiz. Mana printer demak mana shu holatda pechat qiladi. Qanday? Mana ko'ryapsizlarmi qavatlarini? Mana ko'rinyapti, ichlari qanaqa to'ldiriladi mana. Mana. Va qancha vaqt ketadi? Deyarli 2 soat vaqt ketadi. 1 soat 52 minut. Ha? Mana shu holatda demak pechat qilar ekan. Ich chiqib bo'lgandan keyin padeshkalarni olib tashlasak bo'ladi. Tushundingizmi? Xo'p. Buni xohlagancha joylashtirishimiz mumkin. Misol uchun mana bu joyini bunday aylantirsak bizga to'g'ri bo'lishi uchun mana bizani ism yozilgan joyimiz tekst bo'ladi. Bu nimaga imkoniyat beradi? Tagida daraxt bilan o'zi to'ldiradi-da, mana bu stoykasini tekst qo'yib keladi. Ismimiz tekst ko'tariladi mana. Bir xil ko'tariladi-yu. Mana shu bir xil ko'tarish jarayonida mana shu yerlarga kelganda biz filamentni rangini almashtirishimiz mumkin. Tagini oq qo'yib keladi-da, shu joyda pauza qilib filamentni boshqa rangga almashtiramiz. Tagi oq bo'ladi-da, ismni o'zi yozuvi boshqa rangda chiqadi. Mana shunaqa qilib chiqarishimiz menimcha yaxshiroq bo'ladi. Mana yozuvni bunday ko'taramiz. Endi siz mana shu joyga o'zingizning ismingiz bilan tayyorlashingiz mumkin faylni.
bu yoqqa fleshga qo'ygandan keyin saqlanib qilamiz fleshkaga. Hozir fleshga ham qo'yib ko'rsataman. Fleshkani adapterga qo'yamiz, adapterni kompyuterga qo'yamiz. Fleshga qo'yilgandan keyin mana bu yerda save to disk deydi. Mana fleshkadagi ma'lumotlar o'chirib yuboramiz, hammasini tozalab yuboramiz. Ketgandan keyin mana biz fleshkaga saqlaymiz. G-kod qildik. Endi bunday bir qarab qo'ysak fleshkamizga mana paydo bo'ldi, mana ism degan. To'g'rimi? Shuni endi pechat qilishimiz mumkin bemalol. Faqat mana uni bo'lgandan keyin. Hozir printerimiz band. Hozircha esa darsimiz tugadi.